Alaykum Nodirbek Svarshi kanalining obunachilari hamda kuzatib boruvchilari. Bugungi videomizda svarka qilish sirlari bo'yicha davom etamiz. Bugun qalin metalga yuka metal profilni, ya'ni shu tariqa o'rnatib, shuni uzmasdan qo'yishni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Qani unda biz videoni boshladik. Diqqat bilan e'tibor berib qarab turishingizni so'rab qolardim. Svarka qilayotgan mahalda maska taqqanimiz uchun qorong'ulikda elektrodda qimirlagan yaxshi ko'rinmayapti. Shuning uchun svarka qilishdan oldin shu yorug' holatda bir sira tushuntirib o'tmoqchiman. Elektrodda tokni, misol deylik, shuni o'zini aytib o'taman quyayotgan mahalda. Elektrodda ishlatishda aytaylik. Elektrodni o'ta tikka ushlamaysiz, shu 45 gradusda yonboshlatib ushlaysiz. Faqat yuka 8/8 ga va elektrodni uchini tekkizmasdan, tekkizib mana qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, buni aniq mononi teshib qo'yadi 8/8 da. Chunki yukada birinchisida shu holatda qalin pastdagi 3 mm listga qaratib, shuni tik holatda bunday ursiz. Chunki aslamnoy cho'g'i erigani pastga tushib turib, mana yuka materialga yonboshdan oqqani ilashadi. Shuning uchun birinchisiga pastga urasiz, shunda mana yuka material ushlashi oson bo'ladi. Shu holatda taktilik bunday ketilaveradi. Shu tariqa hali videoda ko'rasizlar ham, qo'yib ko'rsataman. Shu holatda tikka elektrodni pastdagiga bosasiz, qalin metalga. Shu holatda. Ikkinchi sloyni oladigan bo'lsangiz, 8/8 ga birinchi qo'yganimizda ancha 8/8 qalinlashib qolgan bo'ladi. Ikkinchisida shu tariqa elektrodni jildirib shu holatda kelsangiz bo'laveradi. Bir sloy qo'yib to'xtataman desangiz, shu holatda qo'yishingizni tavsiya beraman, chunki teshilmasdan bittada ishingiz bitadi. Teshilib qoldi, ishingiz orqaga ketadi, cho'ziladi. Xullas kalom nasrina bo'ladi. Qani, unda men sizlarga shu svarkam 100 amperga qo'yib turib qo'yaman. Mana 100 amper. Bismillahirrohmanirrohim. Qani unda biz boshladik. Diqqat bilan qarab turishlarini so'rab qolaman. Mana qo'yib oldik. Endi men sizlarga buni tozalab ko'rsataman. Shu qo'yganimiz boshini e'tibor bersangiz, tutashiq, elektrod tutashish qiyin bo'ldi va tok misol 100 bo'lsa, 100 amper endi jindak pastlik qilgani uchun mana bu joyi shilaq bo'lib, shu yer yaxshi qo'yilmay qoldi. Endi bu birinchi sloy. Yaxshilab e'tibor berishingiz mumkin. Mana metalga qo'shilgan yeri. Yuka profilga qo'shilgan yeri mana. Shu joyini yaxshi e'tibor bersanglar, yonboshdan ko'ringanda shu holatda bo'lganda yo'q deganda 3 mm qalinlikda
Shuni ustidan yana bir sloy qo'yib ko'rsataman. Ikkinchisini endi birinchisini pastga qaratib urgan bo'lsak, endi ikkinchi sloyda shunaqa qilib bedriga olaveramiz. Chunki tagida munosabatga qo'yilgani qalinlik hisobiga endi bemalol shu holatda ikki taraflama aylantirib qo'ysak bo'laveradi. Qani unda biz boshladik. İkinci sloyu ham bitdi. Endi qani qo'li sekin tozalab bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana. İkinci sloyda bu tarafı bir sloyli qo'yilgan taraf, ikki sloy qalinroq. Bu tarafı bir sloy uzib qo'yilgan taraf. Shopga e'tibor berib qaraysiz. Ikki siraligi bo'lsam suv turbalari, shunaqa suv chiqadigan xonalari bo'lsa, ikkisida qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Shunchaki suv anaqasi shart bo'lmasa, bir sloy ham chiroyli chiqadi. Kanalga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirsangiz, iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Barchaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.